Xo'p, Lexan so'raganlar uchun biz Lexan sotilgan joyda eng arzon joy yetkazamiz, ya'ni optim joyi. Qaranglar, har xil ranglisi bo'lar ekan, ya'ni 4 ta davlatdan keltirilar ekan. Xudo xolasa narxlarni arzon qilamiz. Qaranglar, har xil ranglari bor. Bundan tashqari bu yerda monolitli shifer, mana yangilik. Bu zo'r tomoni do'stlar, mana egiladi, bukiladi, sinmaydiganidan bo'ladi. Hamda monolitli oynalarimiz bor ekan, do'stlar, mana qarayapsiz, ko'ryapsizlarmi? Kimga qaysidan kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar, hammasini narxlarini birin-ketin tanishtiramiz. Qaysi davlatniki qanchadan, dastavkalar bormi, garantiyalar bormi, to'liq ma'lumotlarni ustakamizdan birgalikda beramiz. Biz Farg'onali Marg'ilondanmiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz aka? O'zi yaxshimi? Issiqlarni charchamayapsiz aka? Zo'r aka. Xo'p, obunachilarimizga narxlarni tanishtiraylik aka. Bo'ldi. Keyin berib olaverasiz, o'zim olib boraman. Xo'p, xudo xolasa aka 4 ta davlatdan keltiriladimi? 4 ta davlat Lexani 10 yildan 20 yilgacha garantiyalarimiz bor. Davlatlarga keladigan bo'lsa, O'zbekiston, Xitoy, Almata, Qozog'iston va Rossiya. Aka, qaysiga tanlov yaxshi bo'lyapti? Hozirgi kunda hammasiga bizda tanlovimiz bor. Sababi vibrimiz ko'pligi uchun, assortimentimiz ko'pligi uchun hammasiga so'rovimiz bor. Zo'r aka. Qanday farqlarini bilib olsak bo'ladi, masalan, 4 ta davlatga bo'ldi. Hozirgi kunda eng trendga chiqayotgan Smokery Sweat, Almataniki, Xo'p. Xitoyniki ham bor bu svetda. 15 yil garantiyali, bir kamerali bo'ladi aka. Bir kamerali bo'ladi. Bu ranglari qolgan rangda olaveradi ekan. Narxiga ta'sir qilmaydi. Narxiga ta'sir qilmaydi. Keyingilari-chi aka? Xo'p, Xitoy Lexanimiz bor. Buni ham Smokery, Yodoviy svetlari bor. Rossiyamizda 12 xil svet bor. 2 kamerali 18 yil garantiyali Lexanimizda. Buxoro Lexanimizda, ya'ni O'zbekistonnikida Smokery svetlari bor. Buxoro Lexanimiz 10 yil, 12 yil, 15 yil garantiyali bo'ladi. Almatamizniki 10 yil, 15 yil, 20 yil bo'ladi. Rossiyskiy Lexanimiz 2 kamerali bo'ladi. 18 yil garantiyali bo'ladi. Buni ham bitta kamerasini ko'rsatib bersangiz tushunarli bo'ladi. O'rtasida bitta qatlam bo'ladi. Shumka vazifasini ham bajaradi bu. Qavat akamda bor. Albatta. Aka, razmer necha bo'ladi? 12 metr bo'ladi. 12 metr bo'ladi. Og'irligi qancha chiqadi? Xo'p, 26 kilo 600 dan 44 kilogacha Lexanimiz bor. 44 kilogacha bo'ladi. Buni masalan bir-birini hani yamaymizni nima deydi? Stegini bekitish uchun. Side needle bo'ladi, nakonechnisi bo'ladi. Ularni arzonidan qimmatigacha hamma Lexanimizni bitta listiga ikkita side needle, 4 ta nakonechni qo'shib beramiz. Ya'ni mutlaqo bepul. Bepul, masalan shuni oladigan bo'lsa, o'ziga yetarlicha qo'shib beriladi. Bu akalarimiz mana xudo xolasa kelib tanlashyapti. Qaysidan olmoqchi bo'lsa, bemalol xudo xolasa. Keyin aka, buni narxlari qanchadan qancha? Narxlarimiz hozirgi kunda 80 mingdan 165 ming so'mgacha chiqyapti. O 80 mingligimiz nimasida farq qiladi? Masalan, arzon, Almatani 10 yil garantiyali Lexani bo'ladi, kilosi yengilroq bo'ladi. Ha, kilosi yengilroq bo'ladi, 10 yil ammo garantiya bor ularga. Bor unga. Zo'r. Qancha bo'lsa dastlabki qayergacha qilib beramiz? Farg'ona ichi, shahar ichi 50 kvadratdan oshiq odamga mutlaqo bepul, 100 kvadratdan oshiq olgan odamlarga, masalan, Andijon, Namanganlarga kelishilgan holatda qilib beryapmiz. 200 kvadratdan oshiq olgan odamlarga, ya'ni Samarqand, Buxoro, O'zbekistonda 12 ta viloyatiga kelishilgan holatda. Zo'r. Bundan tashqari aka, mana bu shifer dedik. Shiferda o'rnini bosalarmi yo'qmi aka? Yo'q, bu shiferda o'rnini bosa olmaydi. Bosa olmaydi. Lekin shifer buni o'rnini bosa olmaydi. O'ziga yarasha ish qiladi. O'ziga yarasha ish qiladi. Bu egilyapti bemalol, hozir sinmayaptimi? Mana hozir qarang, mana trishinaga o'xshab turibdi. Bo'ldi. Hozir bir xil bo'lami ranglari buni ham yaxshi. Yo'q, buni ham 3 xil, 4 xil sveti bor aka. Zangorisi bor, mokrisi bor, yodivisi bor, prozrachnisi bor. Buni razmeri qanaqa bo'ladi aka? Biri 15 ga 6 metr bo'ladi, original varianti bo'ladi bu. Standart shuna razmerda chiqadi, 15 ga 6 metr. Nargacha oynagimiz? 155 ga 3, 205 ga 3, 205 ga 6, 155 ga 6 bo'ladi. Qanaqa joylarga qo'yilyapti endi? Buni ko'proq aksariyat endi jicha puli sal qimmatroqligi uchun bu endi bularning vazifasini 10 barobar ko'proq narsa, ko'proq aksariyat holatlarda kaziroy holatlarga beryapmiz. Kaziroy. Ha, dekorativ, ya'ni magazinlarga kirish joylariga shunaqangi joylarga qo'yishadi. Juda ham zo'r. Mana bu tomonda o'sha monolitli shiferlarimiz ham o'sha har xil ranglilari bor ekan do'stlar, mana. Masalan, qaysini olmoqchi bo'lsalaring tanlab olish imkoniyatiga egasizlar. Buni ham o'sha shurplari o'zi maxsus bo'lsa kerak, qotirishmi? Albatta aka. Mana. Bu ham har xil davlatniki bo'ladimi bu ham aka? Bu faqat Rossiya sotamiz. Faqat Rossiya bo'ladi. 20 yil garantiya bergan shunga. Egilib, bukilib, bemalol sinmaydiganlar bo'ladi. Masalan, yangilik biz uchun, masalan, qo'ymoqchi bo'lganlarimizga
o'sha aytganlarimizdek mayda chuyda narsalarni masalan buni oladigan bo'lsalaring qo'shib beriladi yetarlicha qilib xudo xohlasa. Kilolari ham aytildi. Masalan o'sha Rossiyaniki menimcha yaxshi ekan xudo xohlasa. Eng arzoni ham xudo xohlasa 10 yil garantiya bor ekan aka. Albatta. Dastlabkilar aytdik aka. Dastlabkilarda aytdik. Dastlabkilar aytildi. Masalan ko'proq olib turib sotmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lishi mumkin. Bemalol kelishadi, hamkorlikda ishlab chiroyli holatda ishlarni bitkazib beraveramiz. Hop, biz Farg'onaning Marg'ilondamiz aka. Boshqa joylarda ham yana ofislar bormi aka? Filialimiz hozirgi kunda Qo'qon katta trassada, misol Marg'ilondan o'sha Farg'onadan Qo'qonga yurishda katta trassada chorrahada, ya'ni 3 ko'prikda chorrahasi, chapga prom-zona, o'ngga 3 ko'prik, to'g'riga shaharga ketishda Pavorot degan joyda o'sha burchakda filialimiz bor hozir. Qo'qonda ham bor ekan. Bodotli, Qo'qonli, 3 ko'prikli, Dang'arali klientlarimiz bemalol o'shga borib ishlarni chiroyli holatda. Viberlar ko'p. Viberlar ko'p. Shu yerda bor narsa shu yerda ham bor. Keyin aka bitta butun sotiladimi, masalan kesib ham sotilaveradi. Razmeriga ham kesib beraveramiz. 2.12 metr, 12 metrli tomonidan kesib beraveramiz. Juda ham zo'r. Menimcha hamma ma'lumotlar olib berdik aka-ukalar. Qiziq bo'lsa kimgadir ekran nomerlarni qo'yib qo'yamiz, ekran pastiga bemalol bog'lanaversa. Telegram bormi aka? Telegram bor. Raqamimizda Telegram bor. Bor. Masalan, rasmlarni, videolarni Tashlab beraveradi. Aka, zavod tomonidan garantiya berilgan bu narsaga. Albatta aka. Zavod tomonidan garantiyalar bor. Eng asosiysi, kimga qaysisini kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Qo'shni davlatlarga ham chiqilsa kerak bu aka. Ha, Tojikistonga chiqardik, Qirg'izistondan kelib olib ketishyapti. O'zlaridan bo'ladimi ular dastlabkilar? Endi ko'proq biz tamojniga olib borib berdik. Tamojnigacha Ha, gaplashiladi. masalan, Beshariq tamojnisiga olib borib berdik. Tomonni o'zlari hal qilib yuboradi. Zo'r. Aka, sizga ham kattakon rahmat ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling. Uncha biz berolmagan savollar qo'yib ketamiz. Akangiz nol ekran pasporti bemalol bog'laninglar, Telegramga yozinglar. Video rasmlarni tashlab beriladi. Mana akalarimiz ham tanlab xudo xolasa. Aka, siz qayerdan keldingiz? Sir bo'lmasa? Quvasoydan keldingiz. Oldingiz hozir ham? 100 kvadrat olindi. 100 kvadratga qana bo'ldi dastlabkilar aka? 100 kvadrat bo'lgani uchun dastlabki qilib beriladi. Quvasoy shaharga dastlabkilarni qilib beriladi. Masalan, akalarimiz ham bu yerda ko'ribki, mana eng arzoni ekan, xudo xolasa 100 kvadrat zakaz qilibdi. Hozir buni tayyorlab dastlabkilarni qilib berar ekan, bemalol aloqa chiqaringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.